Hurmatli aka-ukalar, do'stlar, hammaga xayrli kun. Ko'zlarim yumilib ketayotganiga yana nasha chekib olibdim, kayfiyatim deb o'ylamayman. Uyqu bo'lmagan taraf hashlarda bo'lganmiz. Sizlar bilan bir dildan suhbatlashsak. Faqat meni reelslarimdan chiqib kelyapti. O'zi vaqtim yo'q kontent qilishga, lekin kiramiz baribir Instagramga. Yo, sizlarda ham chiqib kelyaptimi? Diqqat. Anula. Постоянно o'rgatishadi yashashni. Ularni naznida, ularni nazarida qolgan hamma yiban to'poy, dalbayobmiz biz. Biz yashashni bilmaymiz. Ayollarimizga qanaqa ayol bo'lish kerakligini o'rgatishyapti. Erkak, ayniqsa og'riqli mavzu. Erkak bunaqa bo'lish kerak, erkak bunaqa mujik degan shunaqalar chiqqan. Erkak qanaqa bo'lish kerakligini o'rgatadi bunisi. Buni chiqib turib biladi qanaqa ona bo'lish kerak, buni chiqib qanaqa ota bo'lish kerakligini o'rgatyapti. Bunisi chiqib turib aka qanaqa bo'lish kerak deydi. Pizdez gapiradi, makada deroq g'angimiz yo'q. Bunisi uka qanaqa bo'lish kerak deydi. Bunisi chiqib olib turib jalab 3 xil mavzu haligi мнение. Bunisi chiqib turib do'st bor desa, jalab bunisi chiqib do'st yo'q deydi, jalab. Bunisi chiqib turib do'st bunaqa bo'lish kerak deb endi senga do'st bo'lishni ham o'rgatadi. Bu jalab o'tirib o'ylab qolaman-da. Nima bizni shu kungacha Instagram chiqmaguncha bu jalab bizni shuncha dunyoga keltirib katta qilgan ota-onalarimiz noto'g'ri do'st, noto'g'ri xotin, noto'g'ri er bo'lganmi shunda? Biz eng to'g'ri avlodni tarbiya qilyaptimi bu jalab? Super motivatorlar, bu super aqlli, super psixologlar jalab sal bir auditoriyani qizdirmoqchi bo'lsa, provokatsion haligi mavzunimni ko'tarib qo'yayotganada. Haligi qitiqligan, shikatli va temani bundoq ashaqa bo'lish kerak deb qo'yib turib mikrofonga qarab bittani o'zi jalab qo'yishkariga haligi tekst berib qo'yadi-da, o'zini bir haligi bir juda katta bir ixtiro qilib yer yuzi sayyorasidan Marsga qanday bir soatda uchib borish kosmik kemasini o'ylab topgan jalab super mozg dek o'zini tutib yana jalab biznes g'amgin muzikalar bilan bir anaqa men tushunmayman shunda sizlarni aqllilar, super psixologlar, super trening qiladiganlar, super blogerlar, shu super blog yurg'izadigan hammaga aql o'rgatuvchilar. Shunda sizlarni tushunishinglar bo'yicha sizlar aqlli, hamma yibanmi shunda? Shunaqa bo'lib chiqyapti-da. Sizlar bilan biz avlodgacha boshqa avlod dalboyib bo'lganmi shunda? O'zi analizlarim shuni ko'rsatyaptiki, bundoq tahlil qilasiz-ku. O'zi mas'ullar chiqquncha o'zi bundan oldin o'zi yaxshi yashab yurgan o'zi hamma do'stchiligi ham yaxshi bo'ldi. Hech kim kodini ochmasdi jalab. Hech kimni bilib videosini tarqatmasdi. Nima bo'lsa do'st endi adashadi, boshqa qiladi. Bir marta chidab, do'stim bo'lgandan keyin xatosiz, aybsiz do'st izlasang, do'stsiz yashaydi-da. Endi do'stim ayb qilib qo'yibdi deb vaqt o'tib kechirib bir-birini hozir chiqib olib turib, tursigini boshiga kiyib olib, sal erini telefonda kimdir переписка olib uni ham xotinga chiqib gapiradi. Bunisi hamma pizdez, hamma aqlli bilan. Я не знаю, ребята. O'zi bilib qo'yinglar. Sotsialniy set shunaqa balo bo'ldiki, diqqat qilinglar. Sotsialniy set, internet tarmog'i xiyonat qilgan oila buzilgandan ko'ra sotsialniy set ko'proq oilalarni buzib yubordi. Uzr, endi ozgina qizishib gapirganimga uyqularim ochilib ketdi. Prosta hamma aqlli-da, ayniqsa anular ham bor-da, yana bitta toifa bor jalab. Anular ayniqsa. Ashta kelib qo'ydi-yu. O'zi so'zlari bor. Unaqa so'zlarni men aytsam tilimga ham o'zi yarashmaydi ham, o'zi bajaram anaqa o'yotdi-ku, dalbayobski. Lekin ular qilib turib gapiradi-da, mana misol uchun deydi, unaqa qilish kerak. Mo'min deydi, unaqa ihsonlar qilish, mo'min birov uchun jonini berish kerak, mo'min mujik bo'lish kerak, mo'min u bo'lish kerak, mo'min bu hammasi o'rgatadi-da. Lekin shularni biror marta bir loyiga botib, bir yetim uyda g'ish quyib yurganini, bir orqasini qiynaganini biror marta hali faqat Naslovaq Lev Tolstoy на деле хуй простой, блядь. Tushunmayman, bor-ku. Er va xotin vazifalari haqida.
haligida asabda, emotsiyada eng shiddatlisi qolib ketibdi-ku. Anni o'rgatadiganlari bor. Men sizga shunaqa pozalarni o'rgataman, hurmatli qizlarjonlar. Bu pozalardan keyin sizni eringiz hech qachon sizdan boshqasini demaydi deb qo'yadi. Voy, endi jalab, endi bilad, bir-birini itarishni ham o'rgatinglar Instagramga chiqib olib turib. Bilad, fitness o'rgat, hech bo'lmasa bir to'g'ri ovqatlanishni o'rgat. Hay, mayli ovqat pishirishni o'rgat. Endi jalab ikkita sevishgan yo ikkita er xotin o'rtasiga ikkita er xotin o'zi juda yaxshi biladi. Kimi tochka jisi qayerda, kimi o'sha qaysi pozada, kim-kimi bo'g'izlasa yoqadi-yu, kim-kimi belidan qissa yoqadi-yu, kim-kimi qulog'iga tilini tiqsa yoqadi-ku. O'zlari hal qilib oladi. Sizlar uning bilan ishinglar bo'lmasin. O'tgan safar mana shu qabriston